Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nostro kanalining shati kuzatib boruvchi aziz do'stlar. Bugun Paxtavodagi obyektimizdamiz. Mana ko'rayotganingizdek, mana bunday ring qoliplarni olib keldik. Xudo xolasa, shuni xizmatlarini ham boshladik, yo'lga qo'ydik. Endi mana shu xonadonimizdan 8 ta kolonnamiz bor. Shunga uyga savor olmasin deb tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa kerak. Buni ham quyish jarayonlarini ham videoga boramiz. Like bosib, podpishka qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa qilayotgan ishlarimizni ham to'liq ko'rsatamiz. Mana beton ishalgan hamma yo'limiz bor. Bu yerda g'ish urish, beton ishlariga qilganmiz. Kesma kolonnalarni xudo xolasa chiroyli qilib mana ancha bitirib qo'ydik. Operator aziz qadrdonlar, uje beton shu g'ish urish xizmatlariga kelganmiz. Bu yerda Andijon Paxtavodida mana g'ishlarimizni xudo xolasa chiroyli qilib, o'yinga qilib urib bo'ladi deb qoldik. Ozgina qoldi. Где-то bu yerga 80 ming atrofida g'ish ketyapti. Polniy bitirib bo'ladi deb qoldik. G'ish urish narxlari hozirgi kunda 2025-yilda manaqa betoni baland joylar bo'lsa 600 so'mdan urib beryapmiz. Agar betoni pastroq bo'lsa, mashinaga ichkariga kirib g'ishlarni to'kib beradigan joy bo'lsa, joyi yaqin bo'lsa qish olishga 550 so'mdan birinchi etajlarda uryapmiz. Ikkinchi etajlarda 700 so'mdan urib beryapmiz aziz qadrdonlar. G'ish urish narxlari shunaqa bo'lyapti. Keyin buni bunday pirmichka, sisma kolonnalari hammasi qo'yiq suyuq ichida 110 mingdan ham quyib beryapmiz. Albatta bu xizmatlarimiz ichida polni instrumentu, apalovkalarimiz, mishalkalarimiz hamma yo'g'imiz bilan kelib quyib beryapmiz aziz qadrdonlar, qilib bitirib beryapmiz. Bizni kuzatib borayotganlar biladi, noldan boshlab polni uy quramiz. Hamma shu fundamentdan boshlab mana shu tomiga loy bosishi shuvog'igacha qilib beramiz. Imkonimiz bo'lsa, shu tomlarini ham yog'ib berishgacha harakat qilamiz. Uyda egasini ovora qildirmagan holatda va rim ustullari ham quyish xizmatini yo'lga qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa bu joyda ham 8 ta rim kolonnamiz bor. Bu yerda ham chiroyli qilib bitirib beramiz. Shu bitta boshlaganda proyekt bo'yicha xudo xolasa chiroyli qilib, aytgan razmerlarga qilib, imkoni boricha ideal holatda qilib beryapmiz. G'ishlarimizni aytib o'tdik, narxlari 550 so'mdan 600 so'mgacha. Shu birinchi etajlar fundamenti baland bo'lsa 600 so'm, pastroq bo'lsa 550 so'm, g'ish tashish joyi yaqin bo'lsa. Ikkinchi etajlarimiz 700 so'mdan urib beramiz aziz qadrdonlar. Sisma kolonnar, rigil hammasi qo'yiq suyuq ichida 110 mingdan quyib beryapmiz. Addenni bo'lsa, mana bunday kolonnalar, devorlar ostidagi kolonnalar 130 ming, sismalar 80 ming, rigillar 150 ming so'm narxda qilib beryapmiz. Albatta bu hamma instrumentlarimiz bilan bo'lib kelib qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz asosan Andijon viloyati Izboskanga yaqin joylar, mana bunday Paxtavod, bu yog'i Oltinko'l, shu bizga yaqin joylariga, Namanganda ham shu Norin atroflariga borib xizmat qilib beramiz aziz qadrdonlar. Agar rim ustullari quyish kerak bo'lsa, rim ustullarimiz Andijon, Namangan shu bizga yaqin joylariga где-то 40 kilometrgacha borib xizmat qilib beraveramiz. Biz Andijonni, Izboskani shu Paytu degan joydamiz. Shunga yaqin joylardan xudo xolasa chiroyli qilib borib xizmat qilib beramiz aziz qadrdonlar. Ishlarni ko'ryapsizlar. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hozir to'g'riliklarni ham ko'rsatib qo'yaman. Aziz qadrdonlar, mana xudo xolasa ipga aytirib, to'g'ri qilib liniyalarini chotki qilingan aziz qadrdonlar. G'ishlarimiz rovna xudo xolasa chotki bo'lyapti. Bitta moshni like qilib, podpishkani qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.